O'zbekistondagi barcha uy egalari kvartirasi borlar, hovlisi borlar, yangi qurilgan uy olganlar, meros qolgan uyda yashayotganlar, hatto uyi bo'sh turganlar ham diqqat bilan eshiting. Sizga mol-mulk solig'i, ya'ni uy-joy solig'i qayta hisoblangan bo'lishi mumkin. Bu masala mening uyim kichkina, menga tegmasa kerak yoki hali xabarnoma kelmadi, demak soliq yo'q deb e'tiborsiz qoldiriladigan masala emas. Chunki soliq qarzi yig'ilib qolsa, keyin penya ijro bank kartadagi cheklovlar, notarial harakatlarda muammo kabi noqulay holatlar kelib chiqishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? Kimlar ko'proq e'tibor berish kerak? Kimlar imtiyozga ega bo'lishi mumkin? Qayerdan tekshirish kerak va agar hisoblangan summa noto'g'ri bo'lsa, nima qilish kerak? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan kichik bir xatolik sabab ortiqcha soliq to'lab qo'yadi. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumot bugun yoki ertaga har bir uy egasi kerak bo'ladi. Avval ko'pchilik uy-joy solig'ini juda sodda tushunardi. Uyim bor, yiliga bir marta soliq keladi, to'layman bo'ldi. Ba'zilar esa umuman tekshirmasdi. Soliq xabarnomasi pochta orqali kelmasa, mening qarzim yo'q deb yurardi. Lekin hozir tizim ancha raqamlashtirilgan. Uy-joy, yer uchastkasi, kadastr qiymati, mulkdor kimligi, soliq hisoboti bularning hammasi elektron bazalar orqali bog'lanmoqda. Shuning uchun xabarnoma qog'oz ko'rinishda kelmasa ham, soliq elektron tarzda hisoblangan bo'lishi mumkin. Asosiy o'zgarish shundaki, uy-joy mol-mulk solig'i ko'pincha kadastr qiymati asosida hisoblanadi. Ya'ni soliq inspektori kelib uyingizni ko'rib, bu uy chiroyli ekan deb o'zicha raqam qo'ymaydi. Bunda kadastr hujjatlaridagi maydon, obyekt turi, joylashuv, qiymat va amaldagi soliq stavkalari muhim. Agar kadastr qiymati yangilangan bo'lsa, uy maydoni bazada o'zgargan bo'lsa, yangi bino foydalanishga topshirilgan bo'lsa yoki uy egasi almashgan bo'lsa, soliq summasi ham o'zgarishi mumkin. Mana eng muhim joyi, ko'pchilik men uy sotib oldim, eski egasi soliq to'lagan bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Aslida mulk sizning nomingizga o'tgan kundan boshlab soliq majburiyati ham sizga bog'lanadi. Yoki aksincha uy sotgan odam men endi egasi emasman deb yursa ham, kadastr va soliq bazasida ma'lumot vaqtida yangilanmagan bo'lsa, soliq hali ham uning nomiga chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun uy-joy bo'yicha soliqni faqat kelgan qog'ozga qarab emas, o'zingiz tekshirishingiz kerak. Oldin odamlar asosan 3 ta yo'l bilan soliqdan xabar topardi. Mahalla yoki soliq xodimi aytardi. Pochta orqali xabarnoma kelardi yoki yil oxirida qarz chiqib qolardi. Hozir esa MySoliq.uz soliq mobil ilovasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Bank ilovalari orqali soliq qarzini ko'rish mumkin. Bu qulay, lekin bir xavfi bor. Agar odam telefon ilovalarini ishlatmasa, shaxsiy kabinetiga kirmasa, u o'z qarzini bilmay qolishi mumkin. Bilmaslik esa majburiyatdan ozod qilmaydi. Yana bir muhim o'zgarish kadastr qiymatiga bog'liq. Aytaylik, sizning uyingiz eski hujjatlarda 800 kvadrat metr deb turgan. Lekin keyin qo'shimcha xona qurdingiz, ayvon yopdingiz, mansarda qildingiz. Oshxona yoki qo'shimcha imorat qurdingiz. Agar bu o'zgarish kadastrda aks etgan bo'lsa, soliq bazasi kattalashadi. Agar aks etmagan bo'lsa, keyin aniqlanganda bir vaqtning o'zida qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Ba'zan odam nega soliqim birdan oshib ketdi deb hayron bo'ladi. Sababi uyning kadastr qiymati yoki maydoni bazada yangilangan bo'ladi. Shuningdek, yangi qurilgan ko'p qavatli uylarda yashayotganlar alohida e'tibor berishi kerak. Dastlab uy quruvchi kompaniya nomida bo'ladi. Keyin kvartiralar xaridor nomiga rasmiylashtiriladi. Ba'zi hollarda odam kvartirada yashab turgan bo'ladi, lekin kadastr hujjatlari kechikadi. Hujjatlar rasmiylashgandan keyin soliq hisoblanadi. Shunda bir necha oy yoki yil uchun summa ko'rinib qolsa, odam buni yangi soliq deb qabul qiladi. Aslida bu mulk ro'yxatdan o'tgan davrga bog'liq hisob-kitob bo'lishi mumkin. Birinchi navbatda o'z nomida uy, kvartira, dala hovli, noturar joy yoki merosdan qolgan ulush bor odam tekshirishi kerak. Men u yerda yashamayman degan gap soliqni bekor qilmaydi. Mol-mulk solig'i yashaganingiz uchun emas, mulk egasi bo'lganingiz uchun hisoblanadi. Masalan, siz Toshkentda kvartirada yashaysiz, lekin viloyatda otangizdan qolgan hovlining ilk 3 ulushi sizning nomingizda. Siz u hovliga yiliga bir marta borsangiz ham bazada mulkdor bo'lsangiz, soliq ulushingizga mos hisoblanishi mumkin. Ikkinchi toifa, yaqinda uy sotib olganlar. Masalan, Akmal aka 2000-yil iyul oyida 2 xonali kvartira sotib oldi. U notariusda shartnomani rasmiylashtirdi, pulni berdi, ko'chib o'tdi. U o'ylaydi. Bu yilgi soliqni eski egasi to'laydi. Men keyingi yildan to'layman.
Ammo amaliyotda soliq mulk egaligi davriga qarab taqsimlanishi mumkin. Agar eski egasi yanvardan iyulgacha egalik qilgan bo'lsa, o'sha davrga tegishli qismi unga. Iyuldan keyingi qismi yangi egaga bog'lanadi. Lekin bazadagi ma'lumotlar kechiksa, vaqtincha chaqashlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun uy olganingizdan keyin bir oy ichida shaxsiy kabinetingizdan tekshiring. 3-toifa. Uyini sotganlar. Bu juda muhim. Siz 2023 yilda uyingizni sotgansiz, lekin 2025 yilda ham soliq sizga chiqyapti. Bunday holat bo'lishi mumkinmi? Agar mulk huquqi o'tganligi haqidagi ma'lumot soliq bazasida to'liq yangilanmagan bo'lsa, yoki kadastrda eski egaga bog'liq xato qolgan bo'lsa, bunday paytda men sotganman, menga baribir deb yurish noto'g'ri. Siz notarial oldi sotdi shartnomasi, kadastr hujjati va ariza bilan soliq organiga murojaat qilib bazani to'g'rilatishingiz kerak. 4-toifa imtiyozga ega bo'lishi mumkin bo'lganlar, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar, urush qatnashchilari yoki qonunchilikda belgilangan boshqa shaxslar uchun mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin eng katta xato shuki, odam men pensionerman, soliq avtomatik bekor bo'ladi deb o'ylaydi. Ba'zi imtiyozlar avtomatik tushishi mumkin, lekin ba'zilarda hujjat taqdim etish yoki bazadagi maqom to'g'ri bo'lishi talab qilinadi. Agar imtiyoz chiqmagan bo'lsa, soliq hisoblanaveradi. Shuning uchun pensionerlar ham tekshirishi shart. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, bir xonadonning kadastr qiymati 300 million so'm. Amaldagi stavka va hududga qarab mol-mulk solig'i hisoblanadi. Men bu yerda aniq yakuniy summa qonunchilikdagi joriy stavkaga bog'liq ekanini alohida aytaman. Masalan, agar hisob-kitob natijasida yiliga 900 ming so'm chiqsa, bu oyga 65 ming so'm degani. Ko'pchilik 900 ming ko'p deydi. Lekin agar vaqtida tekshirmasa, yil oxirida unga penya qo'shilib yanada noqulay bo'ladi. Yana bir misol. Nilufar opa Sargelida yangi kvartira oldi. Kvartira 62 kvadrat metr. Kadastr qiymati maritir 20 million so'm deb baholangan. U dastlab bir yil soliq ko'rmadi. Chunki kadastr kechikdi. Keyin birdan 2 davr uchun hisob-kitob ko'rindi. Nilufar opa buni menga 2 marta soliq solishdi deb o'yladi. Aslida tekshirib ko'rilganda. Bir qismi o'tgan yilning mulk egaligi davriga, bir qismi joriy yilga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Demak, summa ko'payib ko'rinishining sababi 2 davr bir vaqtda ko'ringani bo'lishi mumkin. Yana bir holat. Rustam aka hovlisining yoniga qo'shimcha 40 kvadrat metr imorat qurgan. Oldin uy 20 kvadrat metr edi. Endi 60 kvadrat metr bo'ldi. Kadastr qayta rasmiylashtirilgach qiymat ham oshdi. Tabiiyki, soliq ham oshadi. Bu yerda soliq organi jazoladi deb o'ylash kerak emas. Mulk hajmi va qiymati oshgan bo'lsa, soliq bazasi ham o'zgaradi. Lekin agar kadastrda noto'g'ri 2020 kvadrat metr yozilib qolgan bo'lsa, ana shunda siz e'tiroz bildirishga haqlisiz. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar sizning nomingizda hech qanday uy, kvartira, yer, ulush yoki boshqa ko'chmas mulk bo'lmasa, mol-mulk solig'i sizga chiqmasligi kerak. Lekin bank ilovasida yoki soliq kabinetida qarz ko'rinsa, bu sizning nomingizda unutilgan ulush, eski mulk yoki bazaviy xato borligini anglatishi mumkin. Shu sababli menda mulk yo'q degan odam ham bir marta tekshirsa zarar qilmaydi. Eng birinchi nozik jihat. Verilmagan mol-mulk solig'i bilan yer solig'ini adashtirmang. Hovli egalarida ko'pincha 2 ta alohida majburiyat bo'ladi. Uy-joy binosi uchun mol-mulk solig'i va yer uchastkasi uchun yer solig'i. Kvartira egalarida odatda yer masalasi boshqacha hisoblanadi. Lekin hovli egalari uchun bu juda muhim. Odamlar men uy solig'ini to'ladim deydi, lekin yer solig'i alohida qarz bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bank ilovasida qarzni ko'rganda soliq turi nomini diqqat bilan o'qing. Ikkinchi nozik jihat ulushli mulk. Merosdan qolgan uy 5 farzandga teng ulushda o'tgan bo'lsa, soliq ham ulushlar bo'yicha taqsimlanishi mumkin. Lekin amaliyotda bazada kimning ulushi qanday turgani juda muhim. Ba'zan bir odamning nomiga to'liq chiqib qoladi. Ba'zan marhum odam nomida qolib ketadi. Ba'zan meros rasmiylashtirilmagani uchun keyin muammo bo'ladi. Agar ota-onangizdan qolgan uy bo'lsa, biz kelishib olganmiz degan og'zaki kelishuv soliq bazasida ishlamaydi. Hujjatda kim egasi bo'lsa, majburiyat o'sha tomonga boradi. Uchinchi nozik jihat. Imtiyoz faqat bitta obyektga qo'llanishi mumkin bo'lgan holatlar. Ayrim imtiyozlar barcha mulklarga emas, belgilangan tartibda bitta uy-joyga tatbiq etilishi mumkin. Masalan, odam pensioner. Lekin uning nomida 2 ta kvartira bor. Birida o'zi yashaydi, ikkinchisini ijaraga bergan.
u pensioner bo'lganim uchun ikkala kvartiraga ham soliq bo'lmaydi deb o'ylashi xato bo'lishi mumkin. Qonunchilikdagi imtiyoz shartlarini tekshirish kerak. Qaysi obyektga, qanday maydonga, qanday hujjat asosida, qaysi davrdan boshlab. 4-nozik jihat, uy ijaraga berilgan bo'lsa, mol-mulk solig'i mulk egasiga tegishli. Ijara daromadi bo'yicha esa alohida soliq majburiyatlari bo'lishi mumkin. Ya'ni siz kvartirani ijaraga bersangiz, ijarachi kommunal to'layapti, demak soliq ham shunga tegishli deb bo'lmaydi. Uy egasi sifatida mol-mulk solig'i sizning majburiyatingiz. Ijara shartnomasida soliqlarni ijarachi to'laydi deb yozsangiz ham, davlat oldidagi asosiy majburiyat mulkdor bilan bog'liq bo'lib qoladi. Keyin siz ijarachi bilan ichki hisob-kitob qilishingiz mumkin, lekin soliq organi birinchi navbatda mulkdorga qaraydi. 5-nozik jihat, kadastr qiymati noto'g'ri bo'lishi. Masalan, sizning uyingiz aslida eski ta'mirtalab, chekka mahallada joylashgan. Lekin kadastr qiymati juda yuqori ko'rsatilgan bo'lsa, soliq ham yuqori chiqadi. Bunda hissiyot bilan bu adolatsiz deyish yetmaydi. Siz kadastr organiga murojaat qilib, obyekt ma'lumotlarini, maydonini, turini, foydalanish holatini tekshirtirishingiz kerak. Ba'zan xatolik oddiy bo'ladi. Noturar joy turiga to'shib qolgan, maydon noto'g'ri kiritilgan, qo'shimcha bino 2 marta yozilgan, manzil boshqa obyekt bilan aralashib ketgan. 6-nozik jihat, to'lov qilganingiz darhol bazada yo'qolmasligi mumkin. Siz bank ilovasi orqali soliq to'ladingiz, lekin ertasi kuni ham qarz ko'rinib turibdi. Bunday vaziyatda vahima qilmang. To'lovning o'tishi, kvitansiyaning tizimga tushishi uchun vaqt ketishi mumkin. Lekin kvitansiyaning albatta saqlang. Agar 3-5 ish kunidan keyin ham qarz yopilmasa, soliq organiga kvitansiya bilan murojaat qiling. Ayniqsa, boshqa odamning stir raqamiga adashib to'lov qilib yuborish hollari ham bo'ladi. To'lovdan oldin ism, familiya, stir, soliq turi va summa to'g'riligini tekshirish shart. 7-nozik jihat, penya. Soliqni belgilangan muddatda to'lamasangiz, qarz ustiga penya hisoblanishi mumkin. Ko'pchilik keyingi oy to'layman deb yuradi, keyin kichkina summa sekinasta oshib boradi. Ayniqsa bir necha yil yig'ilib qolsa, qarz odam kutmagan darajaga yetadi. Keyin uni birdan to'lash qiyin bo'ladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l yil boshida yoki xabarnoma chiqqan zahoti tekshirish, imkon bo'lsa bo'lib oldindan to'lash, lekin oxirgi muddatni kutmaslik. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z soliq holatingizni tekshiring. Buning uchun May soliq.uz saytiga kiring yoki soliq mobil ilovasidan foydalaning. Agar OneID orqali kirish imkoningiz bo'lsa, shaxsiy kabinetingizda mol-mulk solig'i, yer solig'i, qarzdorlik, to'lovlar tarixi ko'rinadi. Shuningdek, ko'plab bank ilovalarida soliqlar bo'limi bor. Lekin bank ilovasidagi raqamni ko'rganingizdan keyin imkon bo'lsa soliqning rasmiy kabinetida ham tekshirib qo'ying. Ikkinchi qadam, mulk ro'yxatini solishtiring. Kabinetda sizning nomingizdagi obyektlar chiqsa, har birini diqqat bilan ko'ring. Manzil to'g'rimi, obyekt turi to'g'rimi, maydoni to'g'rimi, ulush to'g'rimi? Agar siz sotgan uy hali ham sizda tursa, bu xato. Agar siz hech qachon egalik qilmagan manzil chiqsa, bu ham xato. Agar uy maydoni 100 kvadrat metr bo'lsa-yu, bazada 1 kvadrat metr tursa, bu soliqni oshirib yuborishi mumkin. Uchinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, stir yoki JSSHR ma'lumotlari, kadastr hujjati, oldi sotish shartnomasi, meros guvohnomasi, hadya shartnomasi, sud qarori yoki mulk huquqini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar kerak bo'ladi. Agar imtiyoz so'ramoqchi bo'lsangiz, pensiya guvohnomasi, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, tegishli ijtimoiy maqomni tasdiqlovchi hujjatlarni tayyorlang. Hujjatlarning rasmiy yoki skan nusxasini telefonda ham saqlab qo'ying. 4-qadam, xato bo'lsa murojaat qiling. Murojaatni soliq organiga yozma ravishda May soliq. Uz orqali elektron shaklda yoki hududingizdagi davlat xizmatlari markazi orqali berishingiz mumkin. Arizada aniq yozing. Mening nomimga falon manzildagi mol-mulk bo'yicha soliq hisoblangan. Ammo ushbu obyekt falon sanada sotilgan yoki kadastr maydoni noto'g'ri kiritilgan. Asal maydon falon kvadrat metr yoki men imtiyozga ega shaxsman, imtiyozni qo'llashni so'rayman. Arizaga tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Og'zaki aytish bilan cheklanib qolmang. Chunki yozma murojaatda javob olish huquqingiz bo'ladi. 5-qadam, kadastr xatosi bo'lsa, faqat soliqdan emas, kadastrdan ham tuzatish talab qiling. Soliq organi ko'pincha kadastr bazasidagi ma'lumot asosida hisoblaydi. Agar asosiy xato kadastrda bo'lsa, soliqchi uni o'zidan o'zi tuzatmasligi mumkin. Masalan, uy turi noto'g'ri, maydon noto'g'ri, manzil aralashgan bo'lsa.
kadastr organiga murojaat qilib, ma'lumotni to'g'rilatish kerak. Keyin tuzatilgan ma'lumot asosida soliq qayta hisoblanadi. 6-qadam, to'lovni amalga oshirganda kvitansiyani saqlang. Bank ilovasidan to'lasangiz, chekni PDF qilib yuklab oling yoki skrinshot qiling. Unda sana summa stir soliq turi ko'rinib tursin. Agar keyin nizo chiqsa, men to'laganman degan gap emas, chek isbot bo'ladi. Ayniqsa ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki qarindoshingiz uchun to'lov qilayotgan bo'lsangiz, kimning nomiga to'layotganingizni 2 marta tekshiring. 7-qadam, agar qarz katta bo'lsa, yashirinib yurmang. Soliq organiga borib, holatni aniqlang. Ba'zan qarzning bir qismi noto'g'ri hisoblangan bo'ladi. Ba'zan penga qayta ko'rib chiqiladi, ba'zan imtiyoz qo'llangandan keyin summa kamayadi. Lekin buni tekshirmasangiz, tizimda qarz turaveradi. Katta qarz notarial harakatlarda, mulk sotishda, ayrim bank operatsiyalarida yoki majburiy undirish jarayonlarida muammo keltirib chiqarishi mumkin. Men yana bir amaliy tavsiya beraman. Oilangizdagi keksa odamlarning soliq holatini ham tekshiring. Ko'p hollarda pensioner ota-onalar telefon ilovalaridan foydalanmaydi. Xabarnoma kelmasa soliq yo'q deb o'ylaydi. Keyin bir necha yillik qarz chiqadi. Agar otangiz yoki onangiz nomida hovli kvartira, dala hovli bo'lsa, ularning roziligi bilan shaxsiy kabinetdan yoki bank ilovasidan qarzni ko'rib bering. Imtiyozlari bo'lsa rasmiylashtiring. Bu juda oddiy yordam, lekin keyinchalik katta muammoning oldini oladi. Yana uy sotib olayotganlarga alohida ogohlantirish. Notariusga borishdan oldin mulk bo'yicha soliq qarzi bor yo'qligini tekshiring. Sotuvchi hammasi toza desa ham kvitansiya yoki rasmiy ma'lumotni ko'ring. Chunki keyin kommunal qarz, soliq qarzi, kadastrdagi cheklovlar chiqib qolsa, asabingiz buziladi. Oldi sotdi shartnomasida kim qaysi davrgacha bo'lgan qarzni to'lashi aniq ko'rsatilgani yaxshi. Demak, uy-joy solig'i bo'yicha eng muhim qoida shunday. Xabarnoma kelishini kutmang, o'zingiz tekshiring. Soliq kadastr qiymati, mulk turi, maydon, ulush, egalik davri va imtiyozlariga qarab hisoblanadi. Uy sotib olganlar, uy sotganlar, meros ulushi borlar, pensionerlar, qo'shimcha imorat qurganlar va yangi kvartira olganlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak. Agar summa sizga g'alati ko'rinsa, darrov to'lab yuborishdan oldin sababini tekshiring. Obyekt siznikimi, maydon to'g'rimi, imtiyoz qo'llanganmi, davr to'g'ri hisoblanganmi? Xato bo'lsa, hujjat bilan murojaat qiling. To'lov qilsangiz, chekni saqlang. Bu oddiy qadamlar sizni ortiqcha to'lovdan, penya va keyingi muammolardan himoya qiladi. Sizda mol mulk soliq oshdimi? Yangi hisob-kitob chiqdimi yoki kadastr bo'yicha xatoga duch kelganmisiz? Izohlarda yozing, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling, chunki men sizga soliqlar, kadastr, uy-joy va huquqiy masalalarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.